Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq va YouTube'da bizni kuzatuvchilar. Hammaga xayrli kun. Hozirgina bir xabar o'qib qoldim. To'g'risini aytsam, ko'zimga yosh keldi. Juda ta'sirli bo'ldi menga. Yuragim ezildi. O'zimizga qo'shni bo'lgan davlat Afg'onistonda Tolibonlar shunaqa qonun chiqaribdiki, qizlarni 9 yoshdan turmushga berishi haqida. Alhamdulillah o'zimizda ham qizlarimiz bor, o'g'illarimiz bor. Buni o'ylashni o'zi dahshat. O'zi fikrimga sig'mayapti, yuragimga sig'mayapti. Juda yomon ta'sirlandim. Sizlar bilan bo'lishgim keldi. Yana bir bora shukrona keltirdim. Mana shunday yurtga Alloh nasib etganiga, mustaqil yurtda yashayotganimizga, o'zimizga xon, o'zimizga bek bo'lib yashayotganimizga. Mayli kammi ko'sti bo'lar, qolgani bitar. Uy-joy, to'y ham o'tar, hamma narsa bo'lar, qarz bo'lsa qutlar. Lekin o'zingizga xohish bo'lmasligi bu juda yomon. Yana bir xabarda yozyaptiki, ota kasal bo'lganidan sog'ayish uchun qolgan bolalarni boqish uchun 5 yashar qizini sotdi deb yozyapti. Buni o'ylashni o'zi dahshat. Shukrona keltirishlikka yana bir bora sabab deb o'yladim. Erta tongdan shuni o'qigandim. Shu sizlarga bo'lishgim keldi.